Aka, bu yoqqa keling. Qiynalib Germaniyaga kelgan akamizda, sizlar ham shu qiyinchiliklardan o'tyapsizlar. Aka, mana siz necha marta Goeteda yiqildingiz imtihonda, ayting. 3-4 martalar yiqilganman. 3-4 marta yiqilganlar, lekin yiqilishlariga qaramasdan qaytadan turib, o'z kuchlari bilan grant bilan keldingizmi? Ha, 100% to'liq grant bilan hozir. Kimlarga pul berdingizmi? Magistraturada yo'q, hech kimga pul berganimiz yo'q. Faqatgina insonni ilmi har safar oldinga olib yuradi. Bilmingiz bo'lsa bo'ldi, Germaniya sizga tayyor, qobiliyatingizga qarab o'zi investitsiya kiritib, o'zi hamma narsasini to'lab, faqat siz shunga dostoyniy kandidat bo'lib, shu bitta narsani ushlagan joyingizda yo'li oladigan qilib kelsangiz, hamma yerda yo'lingizni topib ketasiz. Endi mazza qilib aylanamiz-da. Hayt, qaranglar manzarani. Hayotingizni bugundan o'zgartiring. Tilni o'rganing, safimizga qo'shiling va birga sayohat qilish nasib qilsin. Maqsadli do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying.